qo'llardagi elektronlik to'qmoqlar orqali shu qiz ayollarningki maqat yo'llari va jinsiy yo'llarga tiqish orqali ularning shu azoblaridan, shu zararlanishlardan huzurlandi. Men vatanimiz Sharq Turkiston shu Urumchi shahrida ta'sis qilingan Sanfangodagi erlar kampusida 2017-yili 3-oydan boshlab 9-oygacha 6 oy shu yerda Xitoy hukumatiningki majburlashi bilan ashada Xitoy tili darsi o'tdim va bu dars o'tish jarayonida nurg'unlagan eg'ir dafsanchilikka, inson qabul qilib bo'lmaydigan darajadagi zulmatlarga shohid bo'ldim. Bu yerdagi tutqunlar intayin dahshatli yashaydi. Xitoy saqchilari ularni odam qatorida ko'maydi. U tutqunlarning kameralari quruq simot yotadi. Har bir kamerada 40 dan 50 kicha tutqun yashaydi. Ular har kunligi, har vaqqa bir taldan Xitoy momisi bilan quruq sho'girisi ichadi. Undan sirt yana tuvadiklar chiqish uchunmi har kunligi 3 vaqt faqat 1 minutlan vaqti bor. Ham bular atalmish sinfga kirib chiqish jarayonida putqonlarda zanjir kishan. Ya'ni bu yer qurilgan qiz ayollar kampusi 6 qavatlik balkonsiz bino bo'lib, bu yer tutib kelinganlar 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% mushlarni egallaydi. Qolganlari 40 yoshdan yuqori hatto 70 yoshga aylangan bor. Bu yerdagi qiz ayollarning sochlari butunlay tushirib o'tilgan. Ularning mahbus kiyimlari kiygan, ustiga uni ustiga kiyib olgan jilkisininki juzrang jilkisining ustidan nomer besig'liq. Chunki ularning ismlarini atashga, paranglashishga qat'iy bo'lmaydi, faqat nomerni chaqirish kerak. Bu yerdagi qiz ayollar shu yerdagi Xitoy saqchilarininki har xil savol so'rab, qiyin qistoq jarayonda shu saqchilarning bosqinchilarga uchrab turdi. Hattoki navbatlash bosqinchilik qilgandan keyinki qo'llardagi elektronlik to'qmoqlar orqali shu qiz ayollarninki maqat yo'llari va jinsiy yo'llarga tiqish orqali ularning shu azoblaridan, shu zararlanishlardan huzurlandi. Demak, Xitoy saqchilari bu ahvollarni o'zlari o'tirayotgan, masalan, so'rinlarda, tomoq jo'z ustallarida ularni bir-biriga deyish orqali intayinlik o'ziga bir xil faxrlik his qildi ekan buni. Ben bunu şu yerdeki Xitoy saqchilarining o'zining og'zidan olgan ham tunishlardan. Vatanimiz Sharq Turkistonda mana shunday eg'ir dafsanchilik, fojialar bo'lyapti. Men shu qiz ayollar kampusiga borgan vaqtimda, borgan kunimlar bu qiz ayollarniki 18 yosh, 20 yosh atrofidagi bir yosh qizning odat to'xtatish hukuli urgandan keyin 2 oyga yaqin odat to'xtamay qansirab o'lib ketganini o'z ko'zimda ko'rgan. Uni ishga arbindan zambil olib chiqib qo'yganini men ko'rgan. Demak, bu yerdagi qiz ayollarga umumyuzlik tug'maslik dorisi, odat to'xtatish dorisi yigizildi ham hukul urildi. Kamp ichidagi qiz ayollar mushunda eg'ir dafsanchilik zulmlardan sirt yana kamp sirtidagi bir qism shakli qolib qolgan, hayot qolgan ayollarmi bundaq dafsanchilikdan qutulg'ini yo'q. Ularmi shu yerdagi aholilar komitetinining majburlashi, Xitoy saqchilarining majburlashi bilan umumyuzlik tug'maslik operatsiyasi qildirildi, uzuk soldirildi. Hatto Xitoy hukumatiningki qonunlashtirib, hujjatni tushirib bergan siyosatiga asosan o'yinlar turayotgan qo'shmoq tuqqan Xitoy saqchilarini kutib, ya'ni shularning dafsanchiligiga uchrab turdi har kuni. Demak, bu ahvollar bizning beshimizdan keldi, bizning bunda qochib qutulamadik. Mana vatanimizda mushundaq eg'ir dafsanchilik bo'lyapti. Bu bir uchiqdan uchiq irqiy qirg'inchilik. Demak, irqiy qirg'inchilik bo'lyapti. İnsanlıktan çıkan bir kısım kişiler, yani muşdan qarab turib, ko'z yumpatimiz. Şu vatanimizdagi bo'layotgan qirg'inchilikni, dafsanchilikni, şu qiz ayollarimizga ojizinlik bo'layotgan şu bosqinchiliklarni har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Cho'qim har vaqt bu inqilobni kurashni bir kunmi to'xtab qolmasligimiz kerak, to'xtab qo'ymasligimiz kerak ham.